Marjon mebeldan xudo xohlasa keyingi modelimiz Jupiter nomli modelimiz. Bu modelimizni 2026-yilda eng ko'p sotilayotgan, shu paytga eng ko'p sotilayotgan ishlarimizdan biri bo'lib kelyapti. Hop, spalniga keladigan bo'lsak, spalnigimiz 280 ga, uzunligi 220 joyda egallaydi. Matraslari ham ikki tomonlamali ortopedskiy matras hisoblanadi. Taylarida kaput mexanizmlari bor. Hozir sizlarga shuni ko'rsataman. Mana bemalol qo'yib yuborsangiz, ushlab turaveradi o'zi. Bemalol mavsumiy kiyimlarni, ortiqcha narsalarni solib foydalansa bo'laveradi. Hop, kalla tomonlariga keladigan bo'lsak, 100% mo'shi materialdan ishlangan. Podsvetkalari 3 xil rangda yonadi. Ruchkalari ham mana neobычный holatda qo'l mehnatida tayyorlanadi. Davchi mexanizm. Oyoqlarida mana qirralarida oyoqni urib olmaslikka zashtalar qilib qo'yilgan. Xo'p, shkafimizga keladigan bo'lsak, eniga 240, balandligi 215 joyda egallaydi. Ya mana bir tomoni uzun kiyimlarga mo'ljallangan. Vakuum mexanizmda, xudo xohlasa bu tomoni polka. Polkalari ham keng qilib ishlangan. Yana bir tomoni ko'pchilik o'rtasini kichraytirib qo'yadi. Bu korpusimiz 3 oq korpus ham teng. 50 cm da bo'ladi ichi. Standart holatida. Bu tomonda mana kalta kiyimlarga mo'ljallangan. Buni mana bunaqa shimiladigan joylari ham bor. Ruchkalari qo'l mehnatida, xudo xohlasa o'zimiz qo'l mehnatida tayyorlaymiz. MDFdan bo'ladi. Trimoyimizga keladigan bo'lsak, trimoyimiz ham o'zgacha holatda tayyorlangan. Oynalari ham sensorli oyna. 3 xil yonadi. Ko'rishingiz mumkin, o'zini mana bunaqa sofa stolchiga ham bor. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, bu modelimizni 10.800.000 so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bepul. Bemalol yetkazib beramiz.